Assalomu alaykum, to'g'ridagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz dangliq yozuvchimiz Jaloliddin Behram yozgan Kona qapqan romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldin qismda biz Gulbodamning safardagi sarguzashtlarini o'qib o'tdik, yana davomliq uning sarguzashtlariga hamroh bo'lamiz. Gulbodam tun nisbidan o'tganda Qumsaldi karvon sarayiga yetib keldi. Biroq saroy darvozalari allaburun taqilib ketgan edi. Shunga u atrofdagi yolg'iz danga berib, u yerdimi umidsizinib qaytib keldi. Ammo oydalada tunashdan boshqa amal yo'qda qiladi. Shundaqdimi Qumsaldi karvon sarayining qog'jirab ketgan darvozasini qiqib, "Odam bormi?" deb vaqirdi. Bir chaqdila ichkiridan uy eshigining g'iq qilib ichilgan ovozi bilan mang'an oyoq tivishi keldi. "Qaysing sen?" Saroy g'o'jidori bo'lsa kerak, daz ketgan tashtakdek qiqirdi. "Oli kechida darvoz qiqib, qandoq bemasal nima u?" "Aka, men bir yo'lovchi!" vaqirdi Gulbodam. "Ishni ossila, tunashga keldim." "Bo'lmaydi. Sen kepan o'g'risimi, bulongchi qaroqchimi, kim biladi?" "Aka, men bir qiz bola. Kechida tunda taloda qolsam bo'lmas." G'o'jidor darvozaning kichik qonidan ichibla, "Voy onimay" debatdi. Chunki u kiyimlari arancha, miltiq osgan Gulbodamdan qo'rqib ketgan edi. Shunga darvozani qayta yepib olmoqchi bo'ldi-yu, ammo qizning o'zini etib etishidan qo'rqib, "Amsa kirsila" deb yo'l bo'shatdi. Ala tonini ustiga ortibla chiqqan bu odamning bo'ynidan ta ishton eg'igacha qop-qora chupur bosgan bo'lib, uningdan issiq yotgan hidi bilan ochiq tar purqi gopla urilgan edi. Gulbodam seskinib ketdi, ammo chandurmadi. "Yotqudek ayrimxonlar bormikin?" Gulbodam murisidagi miltig'ini o'rdab qo'ydi. "Yana etimga beda silib bergan bo'lsilari." Gulbodamning erlari xos tamkin qiyofatidan, uning murisidagi miltiqidan ayminib turgan g'o'jidor birdilla ho'ridan tushib ovozi muloyimlashdi. "Ashu qatorda" dedi g'o'jidor, kabiga o'xshash pakar o'ylarni ko'rsatib. "Ikki uy bekor. Qaysini xolislar, shuningda yossila. Otlariga yangi beda silib beraman." "Saroy haqqini hozirlab beramanmi?" "Yo'qsa, at qaytqani berslarim bo'ladi." "Rahmat, Xudoyim rizqlarini keng qilsin." Gulbodam etini g'o'jidorga topshirib, chatdagi xonaga kirdi. Bu uyda supa yoki yog'och qatmi yo'q edi. Yerga yeyilgan yova qumush ustiga bir parcha palos tashlangan bo'lib, dastasa pisirlaydi. Gulbodam moylishib ketgan qum takiga, mo'ra oldidagi qop-qora quyun bog'lagan qum cho'ginga, puchuq yijirga, bulungda qiysib turgan suv qopqiga qarab cho'nqur tindi. U ishik kiltonini solgandan keyin to'ga yo'ngidan to'qilgan bakmu qo'pol yepinchini tizlariga o'rab tomga yo'landida xiyolga ketdi. "Hiliqi lanit o'g'ri mush saroyga tushganmidi? Kim biladi? Birar g'amxonda xo'rakni bo'lishib tortib uxlayotgamdi. Oradan xeyli kunlar o'tdi. Ehtimol qapqonni birar hayonkashga setib ketib qoldimi? Sotgan bo'lsa olgan odamni, bo'lmasa o'zini cho'qim topaman. Agar yo'lsizlik qilsa, qumliqqa opirib etib etaman. Bundaq ota-bovalar tavarruklarini o'g'irlagan qora ko'ngilning bu dunyoda yashig'indan o'lgini xo'p." Gulbodam igiz-pes xiyollar qaynimida bir haza piqirab turib, qachonlarda ko'zi ilinib ketganligini o'zimi tuymay qoldi. 2 kundan beri qum dashtlarida sarson bo'lib ordiq yetib qolganmi, u atisi sal vaqtcha uyg'ondi. Qapoqdagi suvdan hijirga ilib, yuz qo'llarini yuyib, chashlerini tarab sirtqa chiqqanda kun nayza bo'yi o'rlagan edi. Gulbodam namoz o'tugidek birar pokiz o'rin tepish qo'yida atrofga nazar tashladi. Biroq karvon sarayining hovlisi har xil uloqlarning tezak suydiklari bilan bulg'unib, badabo'y burab turadi. Yotqan xonasi har xil odamlar yetib qo'pqashqimi, uningdan battar nopok edi.
Gulbadam ko'ngliga shak tushgan bir yerda hargiz namoz o'tamaydi. Shunga u karvonsariy oldidagi qum do'ngliklari ustiga yamishib chiqib, bo'kkita qizirib turgan bir yo'lg'un tupining orqasiga o'tib ketdi. 2 rakat namozini o'tab bo'lgan Gulbadam karvonsariyga qaytib keldi. U oqshomqi tun qorong'usi ham qattiq herib ketgachkimi, hovlining bunchavala vayrona va meynat ekanligini sezmagan edi. Sunğan, ajırğan yar-yar harbining choq va shotilari, sesiq samon, o't xəslər, soğuq zəllidək çoxchiyib turgan at kala tezaklari, sapseri qitishib qolgan uloq suydukları, musafir yetimchilarning u yer bu yerga chiqirib qo'ygan taratlari, kardan chiqqan tashlandiq uloq jabduqlari, hatto zinaxo'rlar tashlayotgan ayollarning eski tuskilari hamma yerda so'rilib yuratdi. Karvonsariyi darvozasi udulidagi pakar eg'illardan kelayotgan qonsiq chila hidi dimoqlarni ichishtiratdi. Hovlining o'ng va so'l tarafida bir-biriga qarshib turgan musofirxonalar bo'lib, ularning oldidagi badra yog'ochlarga va ayollarning oliyishil tambal ko'nglaklari yeyib etilgan edi. Yerdagi pasqinchiliklarni dastaverishdan hazar aylagan Gulbadam mol eg'ili oldiga orolli kelib oldi. Egiz o'qirga bo'yindab turgan bir qanchilgan at kala eshaklar erinchaklik bilan qalduq, beda ovoqlarini yalmayotdi. Cho'ktirib qo'ygan ikki to'yga uzun qayrilma kirpiklik düp-tugilak ko'zlarini xomalashtirib ko'shayotdi. Hech nimaga eg'iz tegmay neziqab turgan qashqa yulduz Gulbadamni ko'ribla, "Ketayli-chu bu yerdan" degandek bo'shroqqina kishnab qo'ydi. Gulbadam, "Birdam sabr qil" deb uning peshonalarini silab, bo'yinlarini shaplaqlab qo'yib edi. U ma'qul ishorasini qilib, beshini to'xtamay lingshitdi. Gulbadam qopqon o'g'risi yigitni izlab, hamma musofirxonalarga kirib zang soldi. Ba'zilardan surishta qildi, lekin ularning orasida yosh yigit ko'rinmadi. Hamsi degidek dop soqol, ko'rak soqol, bomba soqol, bo'dak soqol bo'lib, o'g'ri chiroy yigitlardan birarmi yo'q edi. Lassida bo'lib qolgan Gulbadam G'o'jadarning darvoza yonidagi uyiga kirib keldi. G'o'jadar yo'g'on oyoqda po'taydek chilib olgan zag'rini yog'och qo'shiqda uyib hadab pushangshib yotadi. U, "Kelsizlar xon, katta o'ltirsizlar" devidi, og'zidan zag'ra uvoqlari chachrab chiqdi. Uning do'saqdek ko'pib chiqqan qovuzlariga qarab, Gulbadamning ichi ilishib, "Ho" tutdi. Texi u, "O'liman desa bir nima qilaman" degandek, "Mazay kelmamla" deydi, deb qo'ydi ichida. G'o'jadar bir oyoq zag'ra bilan qursig'ini pomlab olgandan keyin so'zlib turib qartta bir kekirdi-da, ikki qo'lini egiz ko'tarib, "O" deb esnadi. Uning tamaka isini qartab ketgan qop-qora qo'ziqdek tishlari ko'rindi. Ondan u Gulbadamga qarab, "Xo'sh, kep qopla. Saroy haqqi to'laytamla. Otlarining yam-xashak, eg'il haqqimi bor juma" deb hijaydi. Gulbadam hisoblashib pulni to'lab bo'lgandan keyin G'o'jador izmilangan xurjun, suv qachilangan tulum, tuvur ham egar jabduqlarini ishkiri qozoqdan ochiqib berdi. Nars keraklarni yerga qo'yib qo'ygan Gulbadam katqa kelib o'ldirib G'o'jadorga tikildi. Uningdan hayronlik his qilgan G'o'jador taajjublanib qaradi. "Yana bir gap qolichi bormi? Qani desizlar?" Gulbadam deyishga tegishli gapning hammasini dedi va uningdan rost gap qilishni o'tindi. Chunki har xil odamlarning elib kelgan qadimqi buyum, e'tiborliq narsalarning ko'plari o'g'irlangan, bo'langan va qoqti-soqti qilingan narsalar bo'lg'ashqa, G'o'jadorga og'izni etish cho'tar haqqi beradi. Shunga maxfiyatlikni saqlamasa kelib chiqadigan oqibatni tasavvur qilg'ili bo'lmaydi. Hatto G'o'jadorni o'ldirib etishim mumkin edi. Shunlashqa ulardan gap elish qidam kakidan sap topmoqdinmi tasga to'xtaydi. Biroq u miltiq asqan, aranchi yasangan bu qizdan hazar aylab qoldi. Chunki Gulbadamning ko'zlari xanjardek qodilib turadi. Uning qaddini tik tutib turgan siyoqi, jiddilashgan chehri, xeli nochilikni tamo qilgan erlardimi tepilmaydi.
Әмді xanoyim қалысыла, Xo'jalar qo'rqib qalğa edi. Boyatın beri həmin musafirxonlarni aylanib chiqdilar. Undaq yigitning yo'qligini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Buningga amdi men yana nima deyalayman? Mening bilmoqchi bo'lganim, Gulbadam uning yoshirin kuzatganligini payqadi. Bir necha kun yoki hafta 10 kun ichida qopqon sotqanlar bormi? Yo'qso, huddas, undaq ish bo'lmadi. Men imonim bilan qasam qilib beralayman. Xo'jalarning chiroyidan yolg'on aytmayotganligi chiqib turadi. Ba'zi kunlarda karvonsaroy puttiqidek o'rin yo'q tixim bo'lib ketadi. Yana ba'zi chaqlarda mehmonlar tozning beshidagi tukdek shalonglashib qoldi. Lekin qopqon ko'tarib kelgan yigitni tammatchilik turmadim. Yaqindan beri saroyga ajnabilar kelmadimi? İlla tavara kelmedi. Quruq yal yemish, tibobat dorilari, atlas, gilam, bulg'or, xurum, shovrun, maskop, urus raxlari yuklangan karvonlar keldi. G'iltong o'zimizning odamlari. Rostilla ajdabilar kelmadimi? Gulbadamning chiroyli qoshlari sur bilan turildi. Men buni chuqum aniqlayman. Agar keyin tuxumning seriqi ishki chiqib qolsa, silni bo'sh qo'yib atmayman. Bilaman, sening alpozlardan chiqib turdi. Miltiqlari gumli qilsa poqli tushman shu. Biroq men yo'lga aytmadim. Miltiqni ishiltish hojatsiz. Yanala ishonmay turgan Gulbadam Xo'jalarga qo'qoq soldi. Mana buni o'zi kupoyi. Gulbadam qo'lidagi qamchisining narinidir tutib edi, qamcha dastasining orqasidan yaltirab turgan xanjar shartliq qilib chiqdi. Buningdan Xo'jalar texmi qo'rqib ketdi. "Yo pirim, yo hazrat." Xo'jalar orqasiga bir qadam chekinib yoqisini tutdi. "Silidan hazar ayladim. O'zlarini husni kamolda beqaror hur degandan ko'ra, cho'qqillardan toponlarigacha qurollangan botir polvon, kuchtungur Rustimi doston degan tuzukkan." Gulbadamning 8 qat o'rilgan ot qamchisi kiyik putidan qilingan bo'lib, dastasining uchida kiyikning bir jup qapqara tuyiqi bor edi. To'la ishlatilib yaltirab ketgan tuyoqqa ushshaq qizil, yeshil, seriq yoqut ko'zlar qo'yilg'ashqa to'limu ko'rkam ko'rinadi. Kiyik putining sarg'ush tuklari orasidan ashunda qimmat baholiq marvoyatlar ko'zga chiliqatdi. Qamchining eng xosiyatli yeri shuki, osti tarafiga o'rnatilgan qizg'uch mis qalayning narinidir bossa shartli qilib bir g'erishdan qisqara xanjar etilib chiqatdi. Zuvulisi ayollik liyidan qurilgan Gulbadam ochiqda bu angushlarni ko'z qilavatdi. Biroq shu hamon o'zining tantaklik qilg'iniga pushaymaydi. "Xanoyim, gapimga putmisizlar mayli", dedi Xo'jalar muloyimlik bilan. "Men sizlarga qopqonni tepishning aplik chorasini deb beray." "Qani, dislar aka?" Gulbadamning ovozi birdilla muloyimlashdi. "Boyiqi qo'polliqlarimni ko'ngillariga olmisizlar, tantaklik qilib qo'yibdiman." "Yo'qsa, mazlum kishining og'rindiga erni erdigil bo'lamdi." Xo'jalar muloyiqda chiqib oldi. "Yarim yildan beri ajnabilarning oyog'i silikdi. Boyliq izdiguvchilar, kepan o'g'rilari ilib kelgan narsalarni Udul, Azim shahar Qarqash bozoriga ilib ketyotdi. Chunki Xotandagi Wang Ambal, Qarqashdagi Jannatsimon chor bog'larni ajnabiylarga turg'alg'u qilib berdi. Balki meliqi o'g'ri yigitmi qopqonni qimmatroq pul qilish uchun Qarqashga ketgan bo'lishi ehtimolga bakmi yaqin." "Qaraqash?" Gulbadamning beshi tushib ketdi. "Necha kun yetib borg'il bo'la?" "Otlari yaram bo'lsa 2 qunib yetib borlar, bo'lmasa 3-4 kun ketar." "Rahmat o'zlariga, men chiqay." Gulbadam qo'noq arpa aralashtirib, chor meg'iz qilingan bo'g'izni to'riga odatdagidan ko'proq qo'yib, qashqa yulduzning beshiga keygizib qo'ygandan keyin musofirxonaga kirib, qum cho'ginni mo'ra o'choqqa qo'yib o't yoqdi. Suv shingildigan hamon kichkina choy xaltasidan bir chimdin dori choyni silib Choy bir o'rlagandan keyin zag'ridan birini jamg'a ushtib silib, qursqini to'yg'izdi. U xurjun, tulum va boshqa narsalarni yig'ishtirib chiqqucha otmu to'ridagi bo'g'izni yeb bo'lgan edi.
Gulbadam hovlidagi quduqdan bir chidek suv tartib etini sug'ardi. Tulumnimi to'ldirib oldi. Andin u otni to'qib, narsa keraklarni g'anjo'g'ilab, Qashqa yulduzga mindi. Kechidan obdan aram elib harduga chiqqan ot qumsaldi karvon sarayidan uchqandek chiqib ketdi. Gulbadam karavonlar to'la mingib oq to'polonga aylantirayotgan cho'ng yo'lga chiqish bilan safar qilish so'risini ullik o'qib duo qildi. Egisining yiroq safarga iroda qilganligini sezgandek, Qashqa yulduz yer chapchib dikkita bo'ldi-da, o'krang tashlab yurib ketdi. Uning tuyoqlaridan chachirgan qum to'pilar qadimiy karavon yo'lida xelgacha to'zib turdi. Ah, Shah Mashrab avliyoning izlari tushgan aziz shahar Qaraqash. Alloh sening bosqiqlaringni tavob qilishni nasib qilg'ay. 4-bob. Yiroqdan qaraganda Qaraqash qadimiy qal'aga o'xshaydi. Shahar azimning kun chiqish tarafida nihoyat egiz do'ng bo'lib, yo'qsullarning ro'zg'orlari xuddi usti-ustiga tizivatgan o'rus saranga qoplaridek ta do'ng cho'qqilarigacha tixma-tixma ko'rinadi. Pastda bo'lsa, shaharning qing'ir qiysiq ko'chalari, to'polon yo'llar, yong'oq, bihi, anjur, uruk, shabdullar bilan o'ralgan bo'stonliq hovlilar, isliq va bo'sliq oshxona, navoiyxonalar, lampalariga qapaslar esilgan choyxonalar, shoyi attas kimxob turdullar ko'z chaqintib turadigan har xil do'konlar, Doğabchi, kavabchi, kavchi, baqqallarning vang cho'nglariga to'lgan rastilar shavqulli hayoti kuch bilan to'lgan edi. Rastilarda juldur kepan qalandarlarmi ko'p bo'lib, ular sapoyilarni sharaqshiltib g'azallarni tovlashadi. Sen dunyo, kimga vafo qilding sen? Çaşları mürüleriga tushgan, chigish soqol, beshiga o'rib olgan sallisi xuddi kulga pushilgandek meynat, yuzlari qasmoq, darvish oshiqlarmu osmon baxti bo'lgunicha. Ayo do'stlar, Huvayda aytidi yig'lab, barchaga o'lim haqdir deginicha do'kondorlarga, o'zidimu battar yo'qsullarga qo'l sussa, qoyoqdandir jarchining. Ayyuhannas, ishtinglar omuxos! deb vaqirgan ovozi kelatdi. Bugun bozor kuni bo'lg'ashqimi, rastlar odam bilan to'lg'an edi. Yuzlarini har xil ranglarda bo'yab olgan xalvoplar, badra ko'tirgan dehqonlar, tish tortquchilar, qo'y o'chkilarini sotqili kelgan namratlar, rangdor tam bo'rilarini uloqlarga artgan bo'ra to'qqichilar, tavanglarni beshiga ilib ketayotgan navoiylar, baqqallar vaqirshatti, tilishatti, kimlarnidir chaqirshatti. Ishqilib, olomon bilan to'lgan bozor, quloqlar putib ketgudek shov-shuvga to'lgan edi. Olomon orasida tag'ar yudigan bir yigit posh-posh deb kelyotdi. Uning sal qaraga moyil chiroyi tarlab ketgan bo'lib, dam-dam peshonasidan eqiyotgan tarni olqinida seyrib tashlaydi. Uning tom qapqara qoshlari, qatmuqat jiyaklik cho'ng ko'zlari, chasiga moyil yuzlaridan cho'l o'g'li ishkanligi chiqib turadi. Yigit qistongchilik ichida birdan mong'andan keyin so'gatli ko'chaga qayrildi. U ala kulangilar titrab turgan eriq bo'yiga kelganda, ushnisidagi tag'arni yerga tashishi darong qilgan qattiq bir narsaning ovozi anglandi. Yigit eriqqa ingshib, o'rtuldatib suv ichgandan keyin yuz qo'llarini yudi. Andin chak yaqili xam ko'ngligining yan to'pchilarini ichib, shapaq to'pisida yelpindi. U bir oz aram elib tag'irini yudidi-da yo'liga ravon bo'ldi. Sapseriq sarg'aygan yaproqlar shirtildab to'kilib, qum to'piliq yo'llarga tushib o'tadi. Yigit ilmak kuchi osmonga qarab turgan qizg'uch ko'n o'ti kiyib olgan bo'lib, long-long qadam ilib mang'atdi. Ikki tarafdagi so'qma tomlardan ko'chaga ingishib turgan o'rik, shabdullarning yupurmoqlari qip-qizil va qo'ng'ir tovlanib turadi. Yo'l bargan sari yuqoriga o'rlab, ajoyib hayvatlik bezalgan cho'ng darvoza oldiga kelib taqaldi. Egiz ham ko'rkam anjan tomlari hayvatlik qad ko'tarib turgan bu qasrning ichi büyük baraqsanliq bog' bo'lib, kishilar uni anjan bog' deb atashadi. Nimalarnidir yudigan, qo'ltiqlagan odamlar qasr ichiga kirib ketib, xalta,
tağar, xurjillari bo'shagan holda xo'shal qaytib chiqishatdi. Ba'zilari qo'llaridagi qizg'ush tangalarni sanab mengishadi. Darvozvan yigitni to'ng'ashqa. "Ha Donish, bu qitim nim ko'tarib kelding-a?" deb so'rashi Donish ismli yigitmi. "Qopqon, qadimgi zamon qopqini. Bekmi g'alita" deb qo'yib qasr ichiga kirib ketdi. "Kornik mo'llar janoblari", darvozvan orqasidan vaqirdi. "Ko'proq iltifot qilib menga necha pul berasan?" Donish ichida, "Voy annangni neshkesh bangi" deb tilg'inicha oppoq gaj ko'riklik bino oldiga keldi. 5 bosqichliq palampay va bino oldidagi saynaga bir odam ko'tarolmagidek darajadagi yo'g'on ko'k toshlar yeyitilgan edi. G'arib basonda silingan binoning eshik derazalari odatdan tashqari egiz bo'lib, atrofni quchoq yetkisiz yong'oqlar qo'rshab turadi. Deraza aynaklaridan höppida echilib ketgan yoqut gul, oq seriq atirgullar ko'rinib turadi. Ajnabilarning ishik chekish odatini o'ziga yod qilib ketgan Donish ishikni bo'shroq chekishi ishkirdan so'zib talaffuz qilingan Uyg'ur tilida "Kiriva, ishik uchuq" degan ovoz anglandi. Donish kirgancha hech iltifotsizla tag'irini polga do'kkita qo'ydida kona tunishlardek yeshil movut qoplangan devonga kelib o'ltirdi. Angliya podshohi tarafidan qadimgi asara atiqalar va qimmatli go'har yig'ishda sirliq avliyo deb nom olgan mashhur arxeolog Darnik Moller va uning dono fikrlar maslahatchisi do'sti Kinatun Bois bir necha boylik izdigichlar to'niga o'rnib olgan odamlar bilan savdolashyotdi. Darnik Moller lapta qarab, "Donish, keldingmi?" deb qo'yib, oldidagi qizg'ush datlashgan mis Patnusni qo'liga oldi. Patnusning o'tirsiga chag'ata yezig'i tuxumsimon qapartma qilib so'qilgan edi. Karnik Moller lopa aynigini ko'ziga yaqin akilib, intayin nafis xatlarga qarag'inicha beshni bilinmas irg'itib, Kinatun Boisqa o'z tilida bir nimalarni degan edi. Kinatunmu mamnun bo'lgandan kulimsirab qo'ydi. Moller oldiga qo'l qovushtirib bechorlarcha engishib turgan to'limu avora odamga qaradi. Onun qo'ziqdek ushluq engikida uzun ham to'lg'ishib turgan bir qancha tal soqoli bo'lib, ikki javg'ida qanot yaygan burutinimu sanog'idakla shalang edi. Yamoq ustiga yamoq tushgan uzun chakman chapini ushiqida so'rilib turadi. "Rost gapingni qilsang, sanga ko'p in'omim bor", dedi Moller Uyg'ur tilini xelila buzib so'zlab. "Bo'lmasa Patnusning uncha ko'p pulga yaramaydi. Ata bobamdan qolgan degining qip-qizil yolg'on." Shalang soqol sal ishkilinib qolgan edi. Moller darhol hujumga o'tdi. "Sen bu Patnusni qezib olgan yerni deb bergun kelmayotidi. Nafsingni undoq yo'g'on qilma." Moller gelini qirib qo'ydi. "Bizni boshlab opirsang, seni boy qilib o'taman. Bo'lmasa bu Patnusni elib darhol ket." Yo'qsa, hazratlarni boshlab opiray." Shalang soqol kuchiklandi. "Kentimizdan ancha yiroq emas." Karnik Moller Kinatun Boisqa o'z tilida mundoq dedi. "Bu odamning turalg'u joyi ismlarigacha arxivga ilib ol. To'g'ri, bir parcha rasmga tortib ol. Ondan ko'ngli ting'udek pul ber." Kinatun shalang soqolni boshlab chiqib ketishi o'zi bir g'erich, soqoli ikki g'erich, pakar, dig'moq odam tag'irdan eg'ir ham kelangsiz bir tonni sug'urib oldi. Sarg'ush to'yga rang bu tonning yamoq tushmagan yeri yo'q edi. U yer bu yerlariga gulxon o'tidan ko'ygan tushuklarimi turadi. "Molla janoblari", Moller demakchi, bir g'erich qayta ta'zim qildi. "Bu intayin xislatlik ton. Kajularga silib qo'ysila, odamni qora bosmaydi. Uyga o'g'ri kirolmaydi. O'zlariga ko'rinmas balo qazo hargiz kelmaydi. Martunlari qo'g'illiqdagi shumbuyidek o'sayverdi." Undaq degan. Moller lopa aynigi bilan to'yga yo'ngidan bekmu qo'pol to'qilgan to'nga qarashga boshladi. "Bu to'n sen degandek rostla shunda xislatlikmi?" "Bir haq, chunki u buvamning buvisidan qilib qolgan shoh masharabning to'ni. O'zlari mol to'niyla, sizlarga demak behojat."
Moller ishinib qolgandek qilatdi. Chunki tonning to'ga yo'ngidan qilingan yiplari, chega yip bilan olmab qo'pol tikilishi, qaysi davrga taalluqligi qatorliqlarni ichidan taxmin qilib baho bergan edi. U yana Shoh Mashrab Qaraqoshda turg'unida bir mo'tvar zotga tonini hadiya qilgan degan rivoyatni mu bilatdi. Shunga u tortmadan 12 tanga pulni ilib uning olqiniga qo'ydi. Lekin bir g'ayrish qanoat topmagandek mollerga ko'zlarini mo'ldiriltib qarab turaverdi. Olqiniga yana 2 tanga shiriqlab tushdi. Bir g'ayrish put qo'li yerga tegmay chiqib ketdi. Әмді növət xuddi laydan suzib olgan qo'ziqdek o'ruq egiz odamga keldi. U dotirang yektigi ichidan bir dasta sarg'ayib ketgan chat cho'rilari tistilgan, ba'zi batlarning orqa tarafiga shilimlab, xom choplangan qog'ozlarni ilib, mollerning oldidagi ustalga qo'ydi. Moller qo'l yozmalardagi qarushti, prakrit yoki Brahma yeziqiga o'xshamaydigan g'alita putuklarni ko'rib, uzoq qarab ketdi-da, o'ruq egiz odamga mundoq dedi. Manga ishonsang, bu narsalarni qoldirib ketib 3 kundan keyin kel. Men buning rost yolg'onligini tekshirib, ondan bir nima dey. Bu rost ya. Chimpishiq davotiman bu degan. Bo'ldi. Kardik Moller qo'lini ko'tardi. Sizlarda eshakmi bir qitim puti sepilib ketgan ko'rikdan o'tmaydi. Burniga suv kiribdi degan gaplar bor. Bir qitim mening burnimga suv kirib ko'zimdan chiqqan. Xushxo'y janob, o'zlari hiliqi gunduxonaga kirgizayotgan inoyat oxundamla. Biz uningga hargiz o'xshamaymiz. Yolg'on narsalarni setib topgan pul harom bo'ldi emasmi? Moller zahardek achchiq kulimsirdi. U ichida ajdodingning ruhini sassang halol. Uni qutqizib olgan mendek bir saxovatchining puli harommi? deb g'ijindi. Sen inoyat oxunga o'xshama baribir xo'talliksan. Moller qattiq talaffuzda so'zlab o'tadi. Bir xo'tallikning yolg'on o'zi yasagan putuklarga ishinib, qanchalik vayron azobiga qolganligimni o'zim bilaman. Malla emas, Angliyadagi eng atoqliq jahon shumul olimlarmu 5-6 yil izlanib, dunyo ilm ahli oldida yuyib tugatkusiz orni musqa qoldi. Men shuningdan beri xo'tallikdan hazar aylab qoldim. Buludu, tekshirib ko'rsizlar. Mening dilimda imonim bor odam. Hargiz sizga yolg'on narsalarni challab o'ltirmayman. Egiz o'ruq orqacha mingib chiqib ketgandan keyinla Karnik Moller divanda qiysi mugdab qolgan Danishga qaradi. U aql farosatli, kuchtungur, kam so'z bu yigitga havas qiladi. Biroq komandimu xoli emas edi. O'z yinida 7-8 oy xolis ishlab bergan Danish uni 2 qitim o'limdan qutqizib qolgan edi. Shundaqdimi Moller qisoskorim shu bo'lib qolmasin deb ehtiyot qiladi. Biroq qo'lida iz besib turg'idek isboti bo'lmag'achqa chandurmay dodi muomalada bo'lib kelyotdi. Danish, uxlab qolgan o'xshamamsan, dedi Karnik Moller yarishimliq burtining uchini yemirib turib. Seni saqlatib qo'ydim-a? Yaqay janoblari, Danish o'zini ro'sildi. Boyiqlarning taqtuqqa egizbas gaplarni olib o'ltirib bugdab qoptiman. Odam bir narsadan bizar bo'lsa, zerikish his qilib uyqu bosidi. Moller derizdan taloga qarab qo'ydi. Shuningga qaraganda ularning gap so'zlari pisantinga yoqmabdi-da. Ha, hovlida eting ko'rinmaydi-ku, piyoda keldingmi? Bugun bozor kuni bo'lg'achqa bak qisqistangchilik, ot mingilim bo'lmaydi ekan. Tog'ringdagi nima u? Men bir narsa akilga o'xshamamsan. Tog'ringdagi nima u? Menga biror narsa ilib kelgan o'xshamamsan. Danish tag'ardagi qopqani chiqarib yerga qo'ydi. Sharqshunos Moller bir qarabla uning hayvonlarni tutilgan qopqon ekanligini bildi. Biroq bu o'zi ko'rgan qopqonlarga hargiz o'xshamaydi. Qopqonning chambarsimon qasqiniga chiqarilgan naqshlar, hara tishsimon qisqushlaridagi qapartma gullar, qisqush o'qlariga bekitilgan qattiq porjillar, ilmak va halqalari intayin puxta yasalgan edi. Moller qopqon qisqushlarini kerib zoda ocholmadi.
U qopqonni uyoq bu yoqqa cho'rib va o'rib, sirning zodi nada ekanligini bilolmadi. Shunda qilib bu qitimliq kitob o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Davomini kelar qitim o'qiymiz. Xayr xo'sh, Allohga omonat.